Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, akalar, ukalar, opalar, singillar, yosh katta aka-ukalar, opa-singillar, ota-onalar. Juda ixtilofli zamon bo'ldi. Har kim o'zicha fatvo beradi, har kim o'zicha dinni talqin qiladigan zamon bo'lib qoldi. Men boshda o'zimni kimligimni aytib o'tishim kerak-da, ertaga bu gaplarimni aytgandan keyin mana orqamdan gapiradigan ko'p odam bo'lib ketadi. Ko'p har xil gaplar tarqatib tashlaydilar. Men o'zi masjid, madrasa unaqa joyga o'qimaganman. Men shu ko'chaga katta bo'lgan odamman. Endi Xudo shu narsani menga bildiryapti, men sizga bildiraman. Buni hech qanaqa sverxestественный degan deydi rus tilida. Fantastik joy yo'q. Xudo menga bir nimalarni bildiryapti, men sizga bildiraman. Bu din, bu ilm aslida Allohdan keladi-da. Din Allohdan, Alloh bildiradi dinni. Bandasi kitobni varaqlaydi, ustozlar bo'lish kerak deydi, hamma narsa deydi, lekin haqiqiy ilm Allohdan keladi. Buni men keyin savat chiqqanlarimda isbotlab beraman. Bir boshdan boshlaymiz endi. Musulmon odam o'zi aslida musulmon odam nimadan saqlanish kerak? Musulmon odam aslida kufrdan saqlanish kerak. Kufr nima? Kofir kim? Hozir ko'pchilik aytadi, dinsiz, Allohni tanimaydigan, Allohni yo'q degan odamlarni kofir deb aytadilar-da, shunaqa tushuncha bo'lib qolgan. Yo'q. Kofir, ular kofir emas, ular dinsiz. Kim kofir? Allohni tanib, Allohni birligini, borligini bilib turib, Allohning oyatini inkor qilgan odamlar kofir. Oyatdan hukm olmaslik kufr, oyatdan hukm olmagan odam kofir deyapti Alloh Qur'onda. Shayton qanday kofir bo'ldi? Shayton Allohni tanirdi, bilardi-ku. Allohning yonida yurgan farishta edi-ku. Qanday kofir bo'ldi? Chunki Allohning buyrug'iga bo'ysunmaganligi uchun, kibr qilganligi uchun, Allohning oyatini inobatga olmasligi, Allohning oyatiga bo'ysunmaganligi uchun kofir bo'ldi. Shuni aytsam, Alloh ham aytibdi, mushriklar ham deyapti, kofirlar ham. Bu dunyoni kim yaratdi desa Alloh deb aytadi deydi. Nimaga bo'lmasa Qur'ondan yuz yugurib ketibsiz deb ayting, ey Muhammad dedi Alloh oyatda. Shu uchun kufr dinning ichida. Alloh tonigandan keyin Allohning oyatini inkor qilish, Alloh so'zini, Allohning buyrug'ini inkor qilish kufr. Inkor qilgan odam kofir. Endi hozir har xil oqimlar chiqdi. Men bir yoshlarni ogohlantirib qo'yay deyman. Har xil oqimlar chiqib ketdi-da. Dinni biladigani ham, bilmaydigani ham hammasi o'sha jihod qiling, hijrat qiling, jihod qiling, demokratiya kufr, konstitutsiya kufr, yangi bo'lgan narsalar hadisga aytilgan emas kufr deydilar. Yo'q, demokratiya kufr emas. Allohning oyatini inkor qilish kufr. Masalan, sizda hozir jihod qil, hijrat qil deyotganlarni dindagi kufrlarni men sizga aytib beraman. Birinchi kufri, Alloh Niso surasining 59-oyatida aytdiki, Allohga, payg'ambarga va o'zingizdan bo'lgan boshliqlarga itoat eting dedi. Kim boshliq olsa? Katta boshliq prezident bo'ladigan bo'lsa, qolgan qo'yilgan bu yerda qo'yilganlar o'shani odamlari. Boshliqqa dedi, imomga, mullaga itoat eting demadi Alloh. Boshliqqa dedi. Chunki Qur'onda, agar Qur'onni bilsangiz, Alloh sizga Qur'onni bildirsa, har zamon va har makon uchun xabar bor Qur'onda. Mana bu boshliqqa itoat eting degan xabar biz uchun. Bizni zamon uchun. Chunki bizni zamonda bor boshliq. Allohga, payg'ambarga va o'zingizdan bo'lgan boshliqlarga itoat eting dedi. Agar dedi qiyomatga ishonsangiz dedi Alloh, bu narsani qiyomatga qoldiring, shu chiroyli yechimdir dedi. Bular nima deydi? Bu vahobiyist oqimdagilar, turli oqimdagilar nima deydi? Ularga deydi, ular kofir deydi. Demokratiya kufr, ular kofir deydi. Ularga deydi itoat etmang deydi. Alloh itoat et deyapti. Bular aytadi itoat etmang deydi. Ayni mana shu itoat etmang degan so'zi kufr. Chunki oyatni inkor qilyapti bular. Alloh itoat et deyapti. Bular aytibdi itoat etma deyapti. Mana bu dindagi o'sha sizni har xil oqimga chaqiradigan, jihod, hijratga chaqiradiganlarning dindagi birinchi kufri. Ikkinchi kufri. Alloh aytdi oyatda. Yashab yurtgan yurtingizdan deyapti. Ibodat dining sizni din ustida urushmasa, siz bilan din ustida urushmasa, yurtdan chiqarmasa, o'sha yurtda odamlarga sizga yaxshilik qilishdan qaytarmaydi Alloh deyapti. Ya'ni bu degani o'sha yurtda odamlarga yaxshilik qiling degani.
Bizni yurtimizda nima bor? Dinga to'sqinlik yo'q-ku. Ibodatga ruxsat berilgan-ku. Haj, juma, ro'za hamma ibodatga Allohning hamma buyrug'iga ibodatga ruxsat berilgan yurt. Mana shu bizning yurt. Alloh aytibdi, shu yurtni odamlarga, hatto namoz o'qimaydigan odamlarga ham yaxshilik qilishdan Alloh sizni qaytarmaydi. Adolatli bo'lishdan Alloh sizni qaytarmaydi. Alloh adolat qiluvchilarni sevadi, deyapti oyatda Alloh. Bular nima deyapti? Ular kofir, ularni o'ldir deydi. Alloh ularga yaxshilik qilish buyuryapti. Shu ibodatga ruxsat bergan yurtda yaxshilik qilishni buyuryapti. Bular yo'q, ularni o'ldir, ular kofir deyapti. Ular yomonlik qilyapti. Alloh yaxshilik qilyapti, bular yomonlik qilyapti. Mana bu ikkinchi oyatning inkori. Ikkinchi oyatni inkor qilyapti bular o'sha. Endi uchinchi oyat inkorini aytaman sizga. Alloh Qur'onda oyat tushirdi. Tavba surasida aytdiki, ularga payg'ambar bilan jihad qiling deb oyat tushirilsa dedi. Biz o'tiruvchimizni uylariga o'tirarlar dedi. Nima degani bu? Bu degani Alloh ular payg'ambar bilan jihad qiling deb oyat tushirilsa deyapti. Bu nima degani? Bu degani jihad payg'ambar bilan bo'ladi degani. Jihad payg'ambar bilan vahiy bilan bo'ladi degani. O hamma o'zicha bitta chala savod deymanda, Mavlana savod chala. Bu yerdan bittasi chiqib o'zicha jihad e'lon qilsa, bu yerdan ikkinchisi chiqib jihad e'lon qilsa, bu yerdan uchinchisi jihad e'lon qilsa, bu qanaqa jihad bo'ladi? Alloh aytibdi ularga, yana aytaman sizga. Alloh aytibdi, ularga payg'ambar bilan jihad qiling deyilsa, jihad payg'ambar bilan bo'ladi. Qaysi birisi payg'ambar? O jihodga, hijratga chaqiradigan. Qaysi birisi payg'ambar? Qaysisiga vahiy keldi? Siz jihodga chaqirishga, jihod qiling, hijrat qilishga chaqirishga qana chaqiryapsiz? Alloh aytibdi-ku payg'ambar bilan, yo birontangizga vahiy keldi, payg'ambarmisiz birontangiz? Ayting, chiqing, men payg'ambarman, menga vahiy keldi deng. Biz sizga ergashaylik, biz sizni eshitaylik gapingizni, Alloh bir analiz qilaylik. Aql yurgizing ey yoshlar. Alloh aql yurgizmaydiganlarni jazolayman deyapti. Erta qiyomatda aql yurgizmaydiganlarni jazolayman deyapti. Yana aytibdiki, aniq bilmagan narsanga ergashmay erta javob berasan deyapti Alloh oyatda. Men sizda mana shu vahobiyist, mana shu turli oqimlarni dindagi 3 ta kufrini aytib berdim. 3 ta kufrini aytdim. Shayton bir inkorida kofir bo'ldi. Shayton bir marta inkor qildi Allohning buyrug'ini, kofir bo'ldi. Bir oyatda inkor qildi, kofir bo'ldi. Bular 3 oyatda inkor qilib musulmon bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo. Bular dinning dushmanlari asli shular. Kufrda ketgan odamlar din dushmanlari. Chunki 91-yilda qanaqa masjidlar ochildi bizlarga, qanaqa dinga erkinlik berildi, qanaqa madrasalar berildi, dinga erkinlik berilgan vaqtida bular kelida o'zicha soxta musulmon davlati qilamiz deb beri ko'p portlashlar qildilar 96-yil. Qayerda yo'q ishlarni qilib, ko'p bechora musulmonchilikka kirgan ko'p odamni zulm tortishiga sabab bo'ldi. O'sha imindan o'sha jihod hijratga chaqirganlar sabab bo'ldi. Nimaga? Uyga o'tirgan bechora namozxonni olib, yuring birodar, yuring Alloh yo'lida yuring deb yolg'ondan allab bir video ko'rsatdi. U bechora 20 yilga qamalib ketdi bir video ko'rgani uchun. O'rmonga o't ketsa, yong'in ketsa, qo'li quruq birga yonadi. Bu narsada bular davlatni ayblaydi. Yo'q, davlat aybdor emas, siz aybdorsiz. Uni zulm ko'rishiga, uni azob yeb qiynalishida zonaga siz aybdorsiz. Chunki noto'g'ri fatvo berdingiz unga. Jihodga, hijratga noto'g'ri fatvo berdingiz. U bechora 20 yil qamalib ketdi. Uni bola chaqasi berib och qoldi. Uni nolasi Allohga yetib bordi. O jihodga, hijratga fatvo beradigan. Do'zaxga tayyormisiz? Tayyor turing do'zaxga. Men bu narsani nima uchun aytayapman? Alloh menga bildirdi, men sizga yetkazaman. Bu narsa aslida mendan o'rlagan bir ahli ilm aytib sizlarga. Bu narsani boshqaradiganlar massonlar degan tashkil bor. Yahudiylarning bir massonlari bor. O'zini oqsuya katta-katta nimalar sanaydiganlari bor. Dinning dushmanlari ular. Ular nima qiladi? Ular bir davlatga fitna uyg'otadi, urush chiqaradi-da, o'sha davlatga keyin qurol sotadi, o'sha davlatga qarz beradi-da, o'sha davlatni bosa oladi qanday? Hozirgi til bilan aytganda muttaham qiladi-da, pul qarz berib muttaham qiladi. O'sha davlatdan keyin foydalanadi oxirgacha, boyliklarni oladi, tabiiy boyliklarni tortib oladi, shunaqa qilib ishi shunday u masonlarni. Bu dunyoviy xohishi, lekin asl niyati bu emas masonlarni. Masonlar Allohga isyon qilyapti. Nima uchun isyon qilyapti? Chunki Muhammad
Yahudilardan bo'lmagani uchun Allohga isyon qilyapti-da, Yahudi aytibdi, "Ey Alloh", deyapti, "Qara", deyapti. "Sen yuborgan Muhammadning ummati", deyapti, "pulga uchib, fitnaga uchib bir-birini o'ldiryapti", deyapti. Dindagi eng Alloh taqiqlagan narsalarni qilyapti, senga kufr keltiryapti bular, deyapti. Sizni kufrga yetaklayapti masalda. Siz hech qanaqa hijrat jihon qilganingiz yo'q. Siz Yahudini isyonda yordam beryapsiz Yahudiga malaklik qilyapsiz. Siz jihod hijrat qilmaysiz. Jihod hijrat payg'ambar bilan bo'ladi, vahiy bilan bo'ladi. Siz o'zingizcha sizda allagan 4 ta arab sizni allab cho'qirgan bo'lishi mumkin. Lekin o'shani boshida ham Yahudilar turibdi. Yana sizga qaytaraman, Yahudilar Allohga isyon qilyapti. "Ey Alloh", deyapti, "Sen yuborgan Muhammadning ummatiga qara", deyapti. "Pulga uchib, fitnaga uchib bir-birini o'ldirmoqda", deyapti. Alloh 3 ta oyatni Alloh 3 ta gunohni oyat qilib tushirdi. Uni shirk qatoriga qo'ydi. Shirk kechirmaydi Alloh. Shirk ko'p xudolikni kechirmaydi Xudo. Shirkni qatoriga qo'ydi. Qarang, birinchisi shirk, ikkinchisi zina, uchinchisi odam o'ldirish. Bu gunohlarni Alloh kechirishi juda qiyin. Shulardan saqlaning ey yoshlar. Alloh yana aytaman, Alloh bilmagan narsaga ergashma dedi. Siz Yahudini isyonda yordam qilyapsiz. Hech qanaqa jihod ham, hijrat ham qilganingiz yo'q. Men sizni bu narsani nima uchun aytayapman sizga? Erta qiyomatda biz bilmadik, biz eshitmadik, bizga hech kim aytmadi demasligingiz uchun aytayapman. Ey yoshlar, ko'zingizni oching. Siz tovutni xizmatida urishyapsiz. Hijrat, jihod dindan quvilgan yurtda din uchun bo'ladi. Sizga dinga ruxsat berilmasa bo'ladi. Dinga ruxsat berilibdi, biz yurtda hamma narsa berilibdi. Yolg'ondan qayerdan bir sabab topib ketib qolmang. Ertada qiyomatda javob berasiz. Illa qiyomatda meni gaplarimni eshitasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.